Navbatdagi santexnik ishlarimiz ham o'zining xosiga yetdi. Eshonguzar mahalladagi 3 xonali kvartira, ya'ni xonadon. Uy egalariga xayrli bo'lsin avvalambor. Bu yoqda qilingan ishlar ham topli pol, ham radiator qilingan. Mahalliy mahsulotlarning eng sifatlilaridan foydalanganmiz. Gidroplast mana rasvodobinli kollektorlari, Royal suv isitgichlari, bu yoqda gidroplast, iliq pol, topli pollari va kanalizatsiya porlari barchasi sifatli o'z o'rnida, uslubda eng chiroyli uslubda qilingan. Ya'ni nishablilarga ham e'tibor berilgan. Bu yoqda kichkina sanuzel, dush zonasi bo'ladi. Rakovina, sushilka va kir mashina o'rnatiladi. Bu tomonda esa unitaz, mustaqil smestitel va alohida bitta yana kichkina rakovina o'rnatiladi. Bu tomonga keladigan bo'lsak, yo'laklarning o'zi faqat mana kirish qismi alohida iliq pol qilingan va zalni ham asosan deraza tarafiga iliq pol qilganmiz va ikkita tomonni mana panelli radiatorlardan foydalanganmiz. Tip 22. Pastda ulanadigan, e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana chiroyli qilib pastda ulanadi va keyinchalik termogalovkalar qo'yiladi o'ziga. Mexanik termogalovka qo'yiladi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana asosan oyna tomon qilingan, bu tomonlarga qilinmagan. Iliq pollarimiz o'sha mahalliy sifatli mahsulotlardan. Bu tomonlar esa yotoqxona. Yotoqxonani ham kirish qismiga ozgina va deraza qismiga ozgina iliq pol qilingan. Bu yerda ham qo'shimchasiga bizda tip 22 panelli radiatorimizdan foydalanganmiz. Deraza teglari esa shuni ochiq qoldir, ya'ni bemalol kelib tomosha qilishdagi xalaqit qilmaslik uchun. Va albatta mebel o'rinlari ochiq qoldirilgan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Zafaroqat jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganimiz, iliq pol bizda barchasi bir harorat ishlab turish uchun Xodoy klapdan foydalanganmiz, ya'ni bizda radiatorga umumiy aylanadi suvimiz, tobli polimizga bo'lsa past haroratda alohida umumiy bitta harorat berib qo'yiladi. Yangi xonadon olish orzusida niyatda yurgan barcha yurtdoshlarimizga shunaqangi chiroyli shinam sitilardan chiroyli xonadonlar va chiroyli uslubdagi ishlar nasib qilsin. Salomat bo'ling.